Nima bu Sho'xa stalkermi yo nima o'rgamchakmi kim bu? Yo'mo yo'q maxluq. Baqirishni boshladi, qoch. Iltimos kanalga obuna bo'lishni unutmang. Nevarasini yo'qotgan maxluq. Birinchi qism. Va nihoyat qishloq. Ha, Sho'xa to'g'ri aytasiz. O'zi ham juda ham ko'p yurdik, umuman qishloq topa olmadik. Ha, bilaman, verits. Endi mana shu qishloqda biz o'zimizni qishloqqa yetib olguncha 2-3 kun yashab turamiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Axir bizda hozir boshqa bir ham yo'q-ku. Shunga aytayapman-ku, ketdik qishloqqa. Qani ko'raylikchi, verits, bu yerda nimalar bor ekan. Menga ham juda ham qiziq. Bu yerda juda ham ko'p bo'lgan qishloqlar bor ekan. Mana bunga bir qara. Yem yetkapti, bira tushib ketib qopti. Qarovchi, qishloqqa men sizdan bitarsa so'ramoqchi edim. Sizlarda qishloqlarda 1-2 kun yashab tursam bo'ladimi? Ha, bemalol yashayver, lekin ehtiyot bu yerda juda ham qo'rqinchli narsalar yuradi. Nima? Qo'rqinchli narsalar? Yo'q, bu adashyapti menimcha. Bu qishloq adashyapti, verits, bunga ishonma. O'zingiz bilasiz, ehtiyot bo'ling deb qo'ydim-da. Ehtiyotingizni pishirib yeng, siz faqat bizni qo'rqityapsiz. Xo'sh, verits, hozir biz mana shu uyga kirib, mana bu yerga spam point qo'yib olamiz va mana bu yerda mana ozgina bo'lsa ham ovqat bor ekan. Yaxshi-yu, ochlikda o'lmaymiz. Shu gapingga 100% qo'shilaman. Qani seni mana bu qopchaga solaylikcha, sig'maysan ekan. Siz aniq ahmoq bo'lib qopsiz, kichkina qopga qanday sig'aman? Ha. Hazilgash. Xo'sh, verits, bilasanmi biz bugun nimalar qilishimiz kerak? Albatta o'zimizga uy quramiz. Ha, bilaman, hozir yana korobkami deyishing mumkin, lekin ha, korobka qurishdan boshqa ilojimiz yo'q. Lekin ishon, korobkaga borish shunaqa katta korobka bo'ladi. Ha, sizga 100% ishonaman. Undan oldin qaraganda, mana bu pichan bloklarni olaylik-da. Qani bir qishloqda yana tekshiralikchi, bu yerda nimalar bor ekan. Balki nimadirlar bordir qiziqroq. Mana bu yerda qo'ng'iroq bor ekan. Voy qulog'im. Qara verits, mana bu yerda qishloqlar qolib ketibdiki, bularni yashirib qo'yamizda, ularni qutqaramiz, ustini blok bilan yopib tashlaymiz. Vau, Sho'xa juda ham ajoyib qutqarish operatsiyasi. Keyin brat, sizni ham ustingiz yopib tashlaymiz, bo'lmasam zombi kirib ketib sizni yeb ketishi mumkin. Mana bu tepalikka uy qursak ham bo'lar ekan, verits, mana buni qara. Yo'q, bizga nimaga unaqa effekt berildi hozir? Yo'q, Sho'xa, iltimos, boyaga qishloqning gaplari rost demang. Yo'q, verits, uni gaplari aniq rost emas. Bu shunchaki qanaqadir ko'zimga nima bir bala kirib ketdimi deyman, shunga shunaqa effekt berildi. Nima siz aqlda ozganmisiz? Sizni ko'zingizga kirsa, meni ham ko'zimga kirdi degan emas-ku, menga ham ko'rildi u effekt. Voy, rostdan ham bu haqida o'ylamabman. Ha, mayli, buni shunchaki unutaveramiz, verits. Bu oddiy nimadir bo'ldi menimcha. Ahamiyat bermaymiz. Undan ko'ra-ki, mana bu yerda daraxtlarni olib turib o'zimizga uy qurishimiz kerak. Qoyili, bu o'rmonda juda ham ko'p bo'lgan daraxtlar bor ekan hali ham. Yo'q, nimani o'zi? Bu nimani o'zi edi hozirgi? Yo'q, Sho'xa, iltimos qo'rqitmang, nima bilan u? Yo'q, buni siz ham ko'ryapsizmi? Ana u yerdagi nima u? Ana yerda turgan. Aytdim, Sho'xa, bu qishloqning gaplarida jon bor deb. Yo'q, orqamizda yuguryaptimi? Nima? Bizga nimaga yana unaqa qorong'u effekt berildi? Yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib qolganim, mayli bu yerda tezroq keting. Xo'p, verits, o'ylaymanki, u endi qaytib kelmaydi. Mana bu yer juda ham tekis ekan. Qara, mana shu yerdan qursak ham bo'lar ekan korobkamizni. Qani ishni boshlang unda. Yo'q, verits, u yana kelganga o'xshaydi, yana ovozi chiqyapti. Mana buni qara. Nima bu? Sho'xa stalkermi yo nima o'rgamchakmi kim bu? Shunga men ham hayronman, lekin tushunmayapman, bu yaxshimi yoki yomonmi? Bitta gapni qaytarib yotdi boyda merisaroq deb. Yo'q, qochib ketib qoldi va yana bizga qorong'u effekt berildi. O'ylaymanki, Sho'xa, yotib uxlaganingiz eng yaxshi variant. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Qani verits, ishni boshlab unda uyimizni bitirib tashlashga tezroq harakat qilamiz. Ha, uyimiz emas, korobkamiz. Nima bo'lsa ham-da, zato yashasak bo'ladi. Juda ham yaxshi oxirgi bloklarni qo'ydik. Ha, to'g'ri, uyimiz bitmadi, lekin yarmi bo'lsa ham tayyor. Ha, unda ketdik, daraxt topib kelamiz. Okey, daraxt chopamiz. Yo'q, qani bu boyagi maxluq yana qayerdadir yuribdi, ovozi chiqayapti yana. Yo, xudoyim, Sho'xa, iltimos ehtiyot bo'ling, u juda ham qo'rqinchli edi. Ha, bilaman, rostdan ham qo'rqinchli edi, shuning uchun ham ochiqroq joyga kelib oldim. Agar mobodo kelib qolsa yugurib qochaman. Mayli, chalg'imaymiz, biz daraxt yig'yapmiz. To'g'ri aytadigan bo'lsam, Sho'xa, men juda ham qiziqdim. Keyin yana bir marta o'sha maxluq kelsa oldiga borib ko'ring. Sen jinnimisan? U yomon bo'lsa-chi bizni yevorsa. Ha, lekin bu tomondan ham to'g'ri gapiryapsiz. Do'stlar, obrachilarga sizlarni ham shunaqa maxluq qulashni xohlamasanglar, hozirroq bizni Sho'xa bilan kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va albatta videoga like bosib qo'yishni ham unutmang. Kecha verits, mana shu oxirgi daraxtda olaylikchi, keyin sekin bazamizga ham boraveramiz. Yo'q, boyagi maxluq. Baqirishni boshladi, qoch. Sho'xa, nega ekraningizda sariq degan qizil tekis chiqdi? Bilmayman men ham.
Yana shu saraq degan ovoz nima o'zi kim o'zi umuman tushunmayapman. Boyagi tekstda ham saraq degan ism bor edi. Verity sen hamma narsani bilarding-ku, aytchi kim u saraq? Siz jinni bo'lib qoldingizmi? Bu umuman boshqa narsa-yu, men faqat Minecraft narsasini bilaman. Ha, bu tomonda ham gaping to'g'ri. Mana bratishga soqol qo'yibdi. Korobkamizni qurishni davom etamiz. Resurs qolmadi. Unda albatta yig'ing. Ha, qora, men boshqa narsa qilmoqchi edim. O'ylaymanki, qishloqi do'stimiz uyda mana shu yerdan daraxt olsak qarshi bo'lmaydi. Qarang, umuman qarshi bo'lmaydi. Brat, sizga tosh ham umuman kerak emas, uyingizga olyapman toshini. Ha, kravat ham siz nima qilasiz, kravat kerak emas. Xo'sh, bizni уже kechishyapti ekan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yana shu bo'lishi mumkin emas. Yo'q, biz orqamizdan qo'layapti. Qoching sho'xa, qoching, o'ldiradi sizni. Bo'lishi mumkin emas. Mana buni qara, Verity, sen nima o'rgamchak deganga boya ishonmabman, rostda ham o'rgamchakka o'xshaydi. Ko'rdingizmi sho'xa, u qaytib kirib ketib qolgan yerga. Ha, ko'rdim. Shunday o'mbaloq qochdi, yerga kirib ketib qoldi. Bu degani ehtiyot bo'lishimiz kerak, yer tagida xohlagan joyda chiqishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasan. Xo'sh, Verity, bizga ko'mir kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'mir bor ekan, hozir olib ketamiz, chunki qishloqdagi fakellarni o'g'irlamaymiz. O'zimiz yasaganimiz yaxshiroq. Ha, to'g'ri aytasiz, lekin shuni uxlab olib keyin qilsangiz bo'lmasmidi? Yo'q, bizga action kerak. Actioningizni pishirib yeng, hozir boyagi maxluq kelib qolsa, ikkalamiz yeb ketadi. Mana shuncha qara, shuncha temir bor ekan, bu ham bekorga qolib ketmasa, hammasini olib ketaylik. Ha, lekin iltimos tezroq harakat qiling. Yaxshi, boyagi fakellarimiz bilan, ya'ni boyagi ko'mirlarimizdan fakel yasadik va uyimizni yoritib chiqamiz. Ko'chani ham yoritamiz. Mana bu moblarni qara, Verity, shuncha spam bo'lib ketibdi. Rostda ham ko'chani bo'lnisi yoritib chiqing. Esdan chiqib ketib qolyapti. Mana bu tomni bitirishimiz kerak. Verity, qara, balki it o'rgata olarmiz. Ana o'rgatildi. Mana buni qara. Endi seni do'sting ham bor. Qarang-a. Ha, do'sting bo'lgani yaxshi, nimasi yomon ekanlaring yurasizlar. Yo'q, baribir siz uni ko'proq yaxshi ko'rib qolishingiz mumkin. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, xavotir olma. Toshi baqami, qurur baqami, toshi baqami. Vaziz joydami sho'g'a? Ha, joyda, uzr. Ozgina daraxt yig'amiz. Yo'q, xudo sho'xa, yana o'sha ovoz. Ha, Verity, men ham eshityapman va juda ham qo'rqyapman. Yo'q, uyimizga kiryapti. Mana buni qara, yana yertaga kirib ketib qoldi. O'lgur, shu tomni tezroq yoping, sho'xa, shu tomdan tushyapti u. Ha, bildim, shuning uchun yopayapman. Mana va nihoyat tomni ham bitirdik. Endi pol haqida o'ylashimiz kerak. Polni ham bir amallab bitirib oldim. Kecha kuchukcha mana bu yoqqa qali sekin surilchi, qani burchakka seni olib boramiz. Versagim ko'chada qolib ketibdi. Qani olib uni ichkariga qo'yib qo'yamiz. Eshikda tagiga ham to'g'irlashimiz kerak, ya'ni mana bunaqa chiroyli bo'lib turishi kerak. Yo'q xudoyim, u yana keldi. Keyin uni urishga harakat qilib ko'ramiz. Qana Verity oldiga boramiz. Yo'q. Videoni davomi 1000 ta likedan keyin chiqadi.